Tajribali pediatr immunolog Maftunaxon Hamidullayevna barcha savollaringizga javob berishga tayyorlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maftunaxon, Men orqali onajonlar farzandlari uchun shifo topsalar, kerakli ma'lumotlarni, foydali tavsiyalarni olsalar, men bundan shifokor sifatida juda ham baxtli bo'laman, xursand bo'laman. Rahmat Maftunaxon, mana shu o'zingizdagi quvnoq kayfiyat, pozitiv energiyani bugun barcha ekran qarshisidagi onajonlarimizga yuqtirasiz, ya'ni yaxshi ma'noda. Chunki onajonlarning kayfiyatlari zo'r bo'lsa, bolajonlarning immunitetlari ham a'lo darajada bo'ladi. Bu isbotlangan ekan, olimlar tomonidan. To'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni eshityapmiz. Salomatmisiz? Rahmat kattakon, yaxshi. Farzandlarimni asosan shu allergiyaga moyilligi bo'lib, ya'ni mavsumiy allergiya. Kuz va bahor oylari boshlanishi bilan allergiya bezovta qiladi, ya'ni burun bitishi, farzandlarimda quruq yo'tal va burun qonashlari bezovta qilib turadi. Men bu holatlar bo'yicha otolaringologlarga murojaat qilganman, bir qancha otolaringologlarga, va ular bu holatda menga spreylarni tavsiya qilishadi, ya'ni tarkibida gormon bo'lgan spreylarni o'rtacha kamida 1 oy mobaynida foydalanish uchun. Bu spreylar burun immunitetini ko'tarishini va shu holatda yordam berishini tavsiya qilishgan. Meni asosiy bermoqchi bo'lgan savolim shu ishlatayotgan tarkibida gormon bor spreylarim meni farzandlarimga ziyon qilmaydimi? Ya'ni doimiy ravishda har mavsumda ishlatib borayotganim teri orqali qonga o'tmaydimi? Va rostdan ham burun immunitetini ko'tarishga qay darajada yordam beradi shu spreylar meni farzandlarimga? Hozirgi kunda bolalarda mavsumiy allergiya kasalliklari ko'p uchraydi. Bunga sabab asosiy ichak mikroflorasidagi o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni bolalarda turli xil dori vositalarini vrach tavsiyasisiz qo'llash natijasida bolani ichaklarida xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, kichik teshikchalar hosil bo'ladi va ana shu teshikchalar ovqat massalarini to'liq hazm bo'lishiga xalal beradi. Bu esa ichakda allergenlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu allergenlar bolada uni individual holatiga qarab ter allergiyalari yoki siz aytib o'tganidek nafas yo'llari bilan bog'liq allergiyalarni yuzaga keltirishi mumkin. Sizga shifokor vrach bolangizni ahvolidan kelib chiqqan holda davo muolajalarini beradi. Odatda bu davo muolajalari 15 kundan 30 kunga qadar davom etadi. Aynan allergiya qo'zg'agan paytda siz bu davo muolajalarini oxirigacha to'liq qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin bu allergiya qaytalamasligi uchun farzandlaringizni toza havoli hududlarda, asosan tog'li hududlarda havo almashtirish orqali allergenlar miqdorini organizmida kamaytirishingiz mumkin. Bolalaringizga tarkibida turli xil konservantlarni saqlagan, har xil chipsi, kireshki, ya'ni hozirgi tarkibida ximikatlarni saqlagan mahsulotlarni imkon qadar bermaslikka harakat qilishingiz, tabiiy ovqatlantirishingiz, har kuni toza havoda bo'lishiga, ko'proq cho'milishiga, suv bilan kontakt bo'lishiga, bolangiz 8 yosh ekan, bolangizni suv havzalariga cho'milishda sport mashqlari bilan shug'ullantirsangiz, bu allergiyani anchayin pasaytirib beradi va yildan yilga bu holat kamayishiga sabab bo'ladi. Teri orqali qo'llagan burun shilli qavati orqali qonga so'rilish xususiyatiga ega gormonlar, ya'ni spreylar, lekin ularni tarkibida gormonlarning miqdori kam bo'lganligi sababli bolangizni umumiy organizmiga yomon ta'sir qilmaydi. Faqat spreylarni shifokor ko'rsatmasisiz uzoq muddat qo'llash tavsiya etilmaydi. Bitta gormonal preparatni 1 oydan ortiq qo'llash mumkin emas. Bunda bolani organizmida gormon miqdori oshib, boshqa organlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rahmat Maftunaxon.